hamkasblar, hurmatli jamoa, kecha biz liderlik qobiliyatingizni sinovdan o'tkazgan bo'lsak, bugun o'sha innovatsion yechimlar tanlovi orqali siz nima taklif berishingizni mukammal bir o'rganib, bizga ma'qul keladigan takliflar bo'ladigan bo'lsa, ularni uyg'unlashtirgan holda ishimizni davom ettirib, eng muhimi soliq to'lovchilarga yengillik yaratishda sizni ham o'rningiz seziladi. Ana shunda bu forumni samaradorligi, natijadorligi bilinadi. Fermer xo'jaligi doimiy ravishda qarzdorlik bilan yurishadi. Bunga taklif sifatida yetishtirilgan mahsulotiga qarab mavsumiy soliq kalendarini ishlab chiqsak, bu natija nima beradi? Soliq qarzini undirishga ketadigan sarf xarajat kamayadi, tadbirkorda real pul mablag'i bo'lgan paytda to'laydi, penyalar hisoblanmaydi, tadbirkorlik subyektiga ixtiyoriy to'lash ko'rsatkichi oshadi. Ko'p savol eshitaman-da, sun'iy intellekt insonning o'rnini egallaydimi, nima bo'ladi? Yo'q. Ammo sun'iy intellektdan foydalana oladigan mutaxassis undan foydalana olmaydigan mutaxassisning o'rnini egallashi bu tabiiy. Shuning uchun barchamiz sun'iy intellekt o'rganishga odatda aylantirishimiz kerak. Har kungi yangi vositalarni sinab ko'rish, tajriba qilish va ularni kundalik ishimizga joriy etishimiz zarur. Kelajakda muvaffaqiyatli tashkilot eng ko'p xodimga ega bo'lgan tashkilot emas, balki eng tez o'rganadigan va yangi texnologiyalarni eng tez amaliyotga tatbiq etadigan tashkilot bo'ladi.